kartada to'lov qilasanmi yoki kriptovalyutalarda? Bu qanaqa sayt bilasizlarmi? Eng qizig'i bu qandaydir mayda-chuda telefoningizga chexol yoki naushnik sotib oladigan platforma emas. Bu sayt Dubayda qurilayotgan eng yirik proyektlar, uy-joylar haqida ma'lumot beradigan yirik sayt hisoblanadi va mana ko'rishlar mumkin. Mana bu yerda to'liq ma'lumot berilgan uy-joylar haqida mana. Va eng qizig'i narxlarga e'tibor bering. Boshlang'ich narxlar 4.595.000 dirham. Bu dollarga qancha bo'ladi bilasizlarmi? Kelinglar tekshiramiz. Juda interes deydi-yu. Ustiga bosamiz. Mana bu dirhamni dollarga almashtiramiz. Va endi proyekt ustiga bosib ko'ramiz mana bu yoqda. E'tibor bering o'rtoqlar. 1.251.000 dollardan boshlanadi 43 million dollargacha. Nihoyat shu davrlarga ham yetib keldik o'rtoqlar. Siz kriptovalyutaga chorsuvda kartoshka bormikan deb yurgan paytingiz Dubayda uy-joylar sotilyapti. Qoyilmisizlar? Siz hali ham kriptovalyutalar yo'q bo'lib ketadi, Bitcoin nolga tushadi deb hisoblaysizmi? Yoki bo'lmasa butun dunyoga tarqalib kundalik hayotimizdagi oddiy narsaga aylanadimi? Fikrlaringizni kommentariyada kutaman.